kilometrlarni tekis qilib Yo'q, turmayman. bularni kilometrni hech kim qaytara olmaydi. BYD Andijonda hammaga qiziq bo'lgan savolga javob topamiz. Bu qanaqa deyotgan bo'lsanglar, test drive mashinalari qanaqa shartlar bilan minish haqida batafsil Oyatullo to'liqroq aytib beradi. Uka, qanaqa holatda nimalarni beramiz, kim minishi mumkin? Xo'p, bizga O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lish kerak. Pravo olganiga 5 yil yoki 5 yildan oshiqroq staj, ya'ni tajribasi bo'lishi kerak. Jinsini qizig'i yo'q. Yo'q, erkak yoki ayol kishi bemalol kelib minib ko'rsa bo'laveradi. O'zimiz test drive xodimlarimiz bor. Ular bilan yonma o'tirib birga minib kelishadi. 4,5 kilometr masofamiz bor. O'zimizning xaritamiz bor. Shu xarita bo'yicha mashina minib keladi. Qanaqa mashinalarimiz hozir mavjud test drive holatlarida? Kimgadir qiziq bo'lsa, misol hozir olmoqchi bo'lyapti-da kimdir. Menga mana bunaqa mashina bo'lganda minib ko'rsam, yoqtirsam olardim degan savollarga javob bo'ladi. Shu haqida bir qator aytib bersangiz. Qaysi hozir bizdagi наличие mashinalar, ya'ni sotuv tayyor mashinalarimizda 90% bu yerda test drive bor. Ya'ni eng ko'p sotilayotgan modellarimizdan bittasi Champion modelimiz bor. Gibrid bu? Gibrid modelimizga, Sompro gibrid modelimizniki bor va trendda bo'layotgan mashinalarimizdan bittasi Yuvanapning ham tayyor test drive bor. Buni ham kelib minib ko'rsa bo'laveradi bemalol. Hozirgi kunda rosa sotilyapti, rostdan ham haligi beayo olishyapti. Sababi o'rta miyoni odamlarga ham tushyapti, yumshoqlik jihatdan ham, ekonom jihatdan ham tushyapti. Tracker Saleslarda narxlarida adashmasam mana shu bir qator mashinalar bu elektrga yurib beradigan mashinamizni ham kelib minib ko'rib yoqtirsangiz olishingiz mumkin. Adashmasam bunga ham hech qanaqa bemalol test drive qilsa bo'ladi. Erkakmi ayolmi jins tanlamayotgan 5 yillik praviz bo'ladigan bo'lsa minib ketishlar imkoniyati bor. Hech qanaqa to'lovi ham yo'q, eng asosiysi. Misol shuni aytmoqchi bo'lyapti, mana shu 50 ming so'm pullar aka mindirib keling deyotgan narsalar yo'q. Hech qanaqa to'lov qilmaydi, pravasini beradi, 5 yillik stajini ko'ramiz. O'zimiz test drive xodimlari birga yonida o'tirib shaharni bemalol aylanib keladi. Hozirgi eng oxirgi chiqqan mashinalar Sil 6. Albatta bu 2000 kilometr yuradigan Sil 6 modelimiz. Hozir bu trendga chiqqan, modaga chiqayotgan mashinalarimizdan bittasi. Juda ko'p sotuvi, juda baland bo'lib ketdi. Bu mashinalarimizga yetib oldi. Sotuvi chiqqaniga masalan 1 oydan o'tmasdan o'sha hamma mashinalarimizdan uровень teng bo'lib qoldi sotuv bo'yicha. Test drive degani birinchidan tavakkal qilib to'g'ri kelgan mashinani olib ketmaysizlar. Bu mashinani yoqtirsangiz olishingiz mumkin, yoqtirmasangiz olmashingiz ham mumkin. Zo'r imkoniyat test drive'da bu mashinani yaxshi yomonligini bila olishingiz mumkin. Bunisi esa endi shu BYD Chazorimiz bu gibrid modelimiz. Bu mashina sotuvga chiqqandan beri o'zining uровенini yo'qotmaydigan mashinalardan bittasi. Hozirgi kunda ekonomishni, menimcha shu elektrga ham, benzinga ham ko'chada qolib ketib qolmaysizlar. Elektrim tugab qoldi yoki benzinim tugab qoldi demaslar, ikki tarafdan ham yurib beraveradi. Batafsil ma'lumotlarni, telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. Menimcha bu o'chirtmasmi, любой paytda kelib olish mumkin. Xohlagan payt, ertalab 9 dan kech payt 5 gacha test drive vaqtimiz. Shuning ichida kelib xohlagan payt minib ko'rsa bo'ladi. Eng zo'r tarafi tanish bilish talab qilmaydi. Siz praviz 5 yil olgan bo'lsa bo'ldi. Erkak ayol kelib minishlari mumkin. Sizlarga zo'r imkoniyat. Eng qizig'i minganinglar qoladi xolos. Telefon raqamlari videosida BYD Andijondan arzon vodiydagi obuna bo'lishni unutmanglar. Mana akalarimiz test drive qilgani ko'rilyapti. Menimcha hujjatlardan muammo yo'q. Hozir mana bir aylanib ham kelsa kerak. O'zimizning test drive xodimlarimiz bularning ham professiyasi ancha tajribasi katta. Yo'lni bemalol ko'rsatib, kamchiliklarni boshqalarni to'ldirib ketishadi yo'l bo'yi. Ko'rsa bo'laveradi bemalol. Ya'ni ko'pchiliklar birinchi marta minayotganiga qanaqa qilib yurgizish boshqasida bir qator xodimlar o'zi turib yonida. Shu kunlarda eng ko'p minilayotgan qaysi test drive bo'yicha sinash uchun? Xo'p, Yuvanap hozir test drive ko'proq, Championimiz test drive ko'proq. Yangi modelimiz Sil 6 ga qiziqish ko'proq, shu joylarda ko'proq minishyapti. Bitta ajoyib savol beraman-da sizga. Ha bo'ladi. Bizga kamerani ham hozir qaratishadi. O'sha mana test drive ga ketilyapti mashinalar. Qachondir sotilayotgan paytda kilometrlar nima bo'ladi shular? Bu test drive'larimiz o'zi bizda shartnomamiz bo'yicha 30 ming kilometrgacha yurish kerak. 30 ming kilometrdan keyin mashinani yangilashimiz kerak. Qanday kilometrni yangilaysizlar? Yo'q, mashinani o'zini yangilaymiz. U mashinani sotarasizlarmi? Sotaveramiz. Ko'cha narxida sotiladimi endi shunda? Arzonlashtirilgan holatda yo'q. Albatta, arzonlashtirilgan holatda. Kilometrlarni tekis qilib turmaydi. Yo'q, bularni kilometrni hech kim qaytara olmaydi. Qaytara olmaydimi? Yo'q. BYD Andijonda endi trading xizmati ham bor. Bu qanaqa holat deyotgan bo'lsanglar, sizlar eski mashinalarni olib kelasizlar. Bu yerda yangi mashinani xarid qilishlar mumkin. Holatlarini o'zingiz to'liqroq aytib bering endi nima holat? Xo'p, bizga mijozlarimizni o'zini shaxsiy minib turgan mashinalar bo'ladi. Cobalt, Gentra, Tracker, Matiz, Spark, Damas farqi yo'q. Yursa bo'ldimi? Yursa bo'ldi. Olib kelsa hammasini iloji boricha ishini 99% hal qilib beramiz.
bozordan 2 milliondan 3 milliongacha qimmatroq olib qolamiz. Qimmatroq. Buni ishqilib bozordan qimmatroqqa sotib olmaysizlarmi? Yo'q. Salondan ko'ra. Bular narxini bizda o'zgartirish mumkin emas. Shartnomamiz bo'yicha moshinani 100 so'm qo'shib ayta olmaymiz. O'zini eski narxda beramiz. Bunaqa ishlar qancha vaqt oladi? Endi misol uchun kelgan odam ertamanda kelgan odam kechgacha olishib yetadimi? Albatta, obeddan keyin moshinani minib ketadi. Keyin sizlarda hali halol narsa o'zingizlar salondan olib chiqib berish xizmatinglar ham bormi? Hozir hali o'zaro qilib bera oladigan Albatta, o'zaro kelishuv asosida halol nasiyalarimiz ham bor. Har kuni bu ishlarni ham amalga oshiryapmiz. Klientlarga kunda 2 ta 3 tagacha halol nasiyaga ham qilib beryapmiz mashinalarni. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, BYD Andijon kelinglar, mashinada olib ketinglar, hech bo'lmaganda baholatib ketasizlar. Batafsil ma'lumot olish uchun telefon raqamlari videosida hamda BYD Andijon Instagram kanallaridan uloq qo'yamiz. Yana bir plyus taraflardan biri, bu yerda baholatsanglar, endi qaysidir joylarda pulli bo'ladigan bo'lsa, bu yerda baholatish adashmasam tekinga, shunaqami? Albatta, bizga mashinani olib kelib, baholatish mutlaq bekarga. Hech qanaqa pul boshqa narsa to'lov qilmaydi. Boshlangiz kelib, narxlatadi, agar yoqsa beradi mashinasi. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun meni o'zimga telefon qilsanglar, sizlarga narxlarni aniqroq aytib beraman. Telefon raqamlari videosida.